Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun men uchun quvonchli kun. Mehnatlarim samarasi desam ham bo'ladi. Angliyada yurgan mijozlarimizdan bizga hadya jo'natishibdi. Inshaalloh ko'zlaringni oldida bismillah deb ochamiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Ay maşallah. Yaqindan ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa hamma mijozlarimiz shunaqangi qo'li ochiq borgan joyida ko'pgina davlatlar ishlab shunaqangi hadyalar jo'natish nasib qilaversa inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Ay maşallah. Menga yoqadigan Svetdan akam, Alloh rozi bo'lsin, radnoy, kattakon rahmat. Angliyadan har bitta bosgan qadamingiz tillodan bo'lsa inshaalloh xursand bo'ldim. E'tibor uchun rahmat, Alloh rozi bo'lsin inshaalloh. O'ylagan hamma niyatlaringizga, yaxshi niyatlaringizga hammasiga yeting. Xudo xolasa biz foydamiz tegandan xursandmiz. Qayerda bo'lsin ham biz hamisha duodamiz inshaalloh. Siz qatori qolgan mijozlarimizga ham shunaqangi Angliyaga borib yaxshi daromad qilib, daromadidan orttirib bizga hadyalar jo'natishni nasib qilsin. Xudo xolasa xursandman. Alloh rozi bo'lsin. Hammaga rahmat. Inshaalloh hammaga buyurib nasib qilsin inshaalloh. Xudo xolasa bu telefon bilan, bu iPhone 17 Pro Max degan ekan, shunaqa 17 Pro Max bilan ko'pgina insonlarga viza olib berganimizni o'sha videolarni qo'yib Instagramga joylashni nasib qilsin. Ko'pchilikda xizmatini qiladi inshaalloh. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Xursand bo'ldim. Rahmat, Radoy.